Mani kuzatadiganlar ko'p shu savol bilan aloqaga chiqishadi. Men keyin surishtirsam, Oxypropga ham kelib shu savol berishar ekan. Ya'ni 450 apparatni olib ishlatsam bo'ladimi deyishar ekan. Men o'zim 595 ishlataman. Mani kuzatayotganlar o'sha 595 ishlatishimni ko'rib turib, 595 ga ozgina pulim yetmayapti, 450 sini olsam bo'ladimi degan savolga men javob beraman. Shuni tushuntirmoqchimanki, siz aynan budjetingizdan kelib chiqib apparatura xarid qilishingiz kerak o'zi aslida. Men shuni yana ta'kidlab o'tamanki, aynan budjetingizdan kelib chiqib apparatura xarid qilayotganda shunga e'tibor beringlar, o'sha siz xarid qilayotgan apparaturani kafolati va servisi bormi? Men maslahat beramanki, Oxyprop do'konida aynan Libboy hamma turdagi apparaturaga 1 yil kafolat va 1 yil bepul servisi bor. Undan tashqari, mana shu o'zligi olib kirayotgan har bitta apparaturani o'zini zapchastlarigacha ham bor. Xullas, sizlar yutqizmaysizlar. Budjetingizdan kelib chiqib Oxypropni har xil modelini tanlab, o'zingiz cho'nchagingizga qarab xarid qilasiz, ishingizda foydalanasiz. Agar muammo bo'lsa, lekin muammo xudo xolasa bo'lmaydi-yu, agar muammo bo'ladigan bo'lsa, shunda ham sizlar yutqizmaysizlar. Nimagaki 1 yil kafolat va 1 yil bepul servisi bor. Foydalaninglar, zajigang.